Roppa rosa 1 yil oldin Bakbak brendini taqdimotini o'tkazgan edik. Bugun esa siz bilan 1 yosh yubileyini nishonlash arafasida turibmiz. 2025-yil 1 yil mobaynida parrandachilik markazimizni barcha bo'limlaridan, bu inkubator, don bo'limi, boks sexlari va vet-aptekadan katta YouTube videolarni ishladik va kerakli ma'lumotlarni yoritib berishga harakat qildik. YouTube videolarimiz minglagan ko'rishlarga ega bo'ldi. Aniq bilamizki, bu videolarimiz parrandachilik sohasida ishlab kelayotgan biz bilan hamkor va boshqa viloyatlardan ko'radiganlar uchun aniq manfaatli bo'ldi. Bu yil ham foydali zo'r bo'lgan videolarni ishlashni rejalashtirganmiz va aynan bizning Instagram, Telegram va YouTube tarmog'ida ko'radiganlar uchun doimiy ravishda qiymatli ma'lumot berishga harakat qilamiz. 1 yil davomida shu jarayonlarni yoritib berish orqali parrandachilikka yangi qiziquvchilarni jalb etdik va bu jarayonlar markazimizdagi professional veterinar xodimlar bilan birgalikda olib borilib turibdi. 2025-yil mobaynida jamoamizga ko'plab yangi xodimlar kelib qo'shildi va bu yil bizda yangi bir bo'lim onalik sexi tashkillashtirildi. Bu seximizning o'zina esa 25 dona yangi jamoa a'zosi qo'shildi. Bugungi darajamizga yetishga eng asosiy sababchilar bu sizlar, ya'ni bizning jamoa a'zolarimiz. Har bir brend xalqimiz oldinda shakllanish mobaynida xuddi yosh bolaga o'xshab katta bo'ladi. Boshda o'tirishni o'rganadi, keyin imaklashni, keyin esa oyoqda dik turishni o'rganadi. Keyin esa yurishni. Yurish vaqtimizgacha biza bilan birga turgan jamoamiz, hamkorlarimiz mahkam turing. Endi sizlar bilan yuguramiz.